Çamgır mantını qıpaqanlar bildi, katılığını qıpaqmağanlar çamgırını mantı qıqavamı deb qaraplı qaldı. Xogo mogo yapmanaq an'anaviy tamoqlar nimasi o'katga tuqqanlarim. Bugun Riymangilga ergishib çamgır mantısı qilimiz. Yeşil yeşillarni aralashtirib, ajoyib yishlikam quvvatlik, oson cho'nglar qipasam xo'shlig'idak, ballarni ilg'imig'idak qilimiz. Tuqqanlarim yo'ltuz yuraklarni bosarib ko'rishni boshlab ketamiz. Çamgırni tuvini ishkirarak olaveramiz tuqqanlar. Andi shalg'uch shalsaqmi yo ushoq to'risaqmi bo'layverdi. Izlikitamiz baribir xotirjam bo'lsa, ammo tugishga qolaylik bo'lishi uchun sal ushoqda qo'yamiz. Andi çamgır qurg'oq bo'lganligi deb tuqqanlar basaqat qo'ydik. Bu ikkilisi og'ir rangsiz birini boqamag'ay deb yeşil qildigan malani to'ra qo'yitqanimcha. Ma çamgırni xamigilim bo'ldigan achal çamgıri tuqqanlar shunaqdimi yana teg'imi tamlik bo'lishi uchun asldagi çamgırniki oshxilini oldiganga 1-2 qo'shiq shakar sep ilashtirib qo'yamiz. Alloriniki achal organik çamgıri teshi so'sin ichi mashlaq oq chiqadi. Nurg'un do'stlar so'sini sho'rpiniki rangini o'zgartiraverami deb so'rabsizlar. Uniga emasmi achalniki deb bozorda yammajiq çamgır Alnur shirkatimiz asosan kalpiniki dehqonlar bilan hamkorlik o'rnatgan haqiqiy achal organik çamgırga ehtiyojingiz bo'lsa Alnur markasiga diqqat qilingiz. Tuqqanlar do'yinda sotvasingiz 4 kilo deb bizdan ashuda so'g'atli qop bilan selindi. So'g'atli qopniki hojati yo'q desangiz ayrimxonaga çamgır deb qoldirib qo'ysizlar. Yavimizma ustidagi Nurbilik 114 degan menki undarimchi qaytib zakaz bersangiz ham bo'ldimi? Bahasi do'yindikiga o'xshash kira ichida ammo 5 kilo birdi. Qiymalik tamoqniki dori-darmoni tetsa, buni zirri qarmush tuz maylari tetsa, go'shi azariq qo'qasim o'xshaydi semih tuqqanlar. Ballamga qachisiga yo'g'ab tugaversak selish qolaysiz o'qaldiga deb bizma ushoqaroq tugidoqchimi, ammo qiymasini tiqib afzada çamgır jemeydi deylar. Har qancha bolalarni menda qipirib baqsira tuqqanlar yemagin nima bir ko'rib baqay. Nurbilik qizimchag'ida bashni yavadijimi? Ko'rib mashaqchan kito semih tuqqanlarimiz ishimizni pishqalay deytdijimi? Yurak yulduz belgilarini basqash ko'rillar. Çamgır mantısı qildiganlar jiqqamas har qancha atrofdagi do'stlar paydini qag'ay. Chiroyli tugagandiki 15 minut dumlaymiz. Shundaq o'xshaydi tuqqanlarim çamgırniki payliqligini edimsa Muhammadan bilet etirib ketgan bo'lganki vaqtni olmay tanlikligini o'ylab baqmaganlar balki qilib ko'rmagandikicha, ammo cho'qqim mushkalpin çamgır deb sinab baqslar. Bolarimga 7-8 tonni sapaga pak deb qurug'da ketibdi. Cho'qqim sinab baqsajimi? Seni tuqqanlarim